Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinping 2022 yili 14 noyabrda Indoneziyaning Bali orolida uchrashgan hamda ikki taraf munosabatining kelgusi taraqqiyoti haqida 4 soatga yaqin suhbatda bo'lgandan keyin Xitoy hukumatining xalqaroda chilböre diplomatiyasi deb nom olgan diplomatiya uslubida zo'r o'zgarishlar ko'rilishga boshladi. Gerçi ikki taraf o'rtasidagi yiriklik va mohiyatlik masalalardagi fikr ixtilofida hech qanday o'zgarish borligi kelmagan bo'lsa-mu, Xitoy hukumatining xalqaro munosabatlarda ifodalab kelayotgan urushqoq bo'rilar uslubidagi fikr qilish shakli asos jihatdan g'oyib bo'ldi. Bo'libmi chilböre diplomatiyasındagi bayroqtar shaxslardan bo'lgan Zhao Lijianning ancha nomi yo'q bir o'ringa rahbar sifatida yo'tkazilishi, buningga mos holda bir qism chet el axborot vositalari ko'rang deb tasvirlagan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining o'rniga muloyim tabiatlik Qingdongning chiqishi bularning cho'ng jihatdan bir tartibda bo'layotgan ishlar ekanligidan bishorat berdi. Brian Wong imzosida 17 yanvar kuni diplomat gazetida e'lon qilingan bu vaqtdagi obzorda mana shu hodisalar hamda uningga aloqador ba'zi masalalar muhokama qilindi. Abdurning qarashicha Xitoy hukumatining diplomatiya sohasidagi o'zgarishi ularning so'z qilgandagi ohangida, ular ishlatgan iboraning vaznida hamda ular ta'kidlaydigan masalaning xarakterida birdak o'z aksini topgan bo'lsa-mu, mushlarga qarabla Xitoyning diplomatiyasida tublik o'zgarish borligi keldi deyishga texi baldurlik qiladi. Xitoyning bu xil shaklan o'zgarishga yuzlanishiga sabab bo'lgan omillar qatorida Abdur mundaq 3 sababni ko'rsatdi. Birinchi, Xitoy hukumati o'tgan mezgillardagi virus yuqumiga qarshi qo'llanilgan tadbirlar va iqtisodning chekinishi keltirib chiqargan noroziliklarni pasgo'yga tushirishni ko'zlagan. Ikkinchi, chet ellik mablag' solg'uvchilarga Xitoy bozorining yanada ko'ngildagidek bozor ekanligini eskartmoqchi bo'lgan. Uchinchi, chet el hukumatlariga Xitoyning izchil o'zaro aloqa va ziyoratni vosita qilgan dunyoviy sistemaga qaytavashdan kirmoqchi bo'layotganligini bildirmoqchi bo'lgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi, mustaqil siyosiy analizchi Ichiyat Hasan buningdagi ba'zi o'zgacha ahvolni tilga oldi. Uning qarashicha Xitoyning urushqoq bo'ri diplomatiyasi ko'rinishga qisman ton o'zgartgandek qilgan bilan uning mohiyatida asosiyatdan o'zgarish bo'lmagan. Oldi bilan men bu Xitoyningki men uni g'aljirish diplomatiyasi deb atayman. Chunki Xitoyda bo'rini salbiy qaraydi, ammo boshqa millatlarda, bo'libmi bizga o'xshash Türk millatlarda, qavmlarningki Uyg'urlar, biz bo'rini nayti jangovar ulug' ko'ramiz. Bizning so'zimizda g'aljirish diplomatiyasi desak bo'ldi, ko'rganning hammasi qavishadigan. Xitoyningki hozirgi bu siyosatida o'zgarishning borlig'ini bak degandek ko'rgani bo'lmaydi. Ham bu siyosatni masalan Zhao Lijian bu dastlabda Pokiston elchixonasida turgan. Shu vaqtdagi ismi Muhammad Zhao Lijian. Bu shu yerda turib Pokiston elchixonasida turib, nayti hujum xarakterlik Twitter'larni yozib, shuni bilan bu dang chiqadi. Endi bu g'aljirish siyosatini dastlabda boshlanishi qaysi yili esimni ko'tarilib qoldi. Kopenhagen'da ma'vo havo kemasi yig'ini ochilgan vaqtida bular Amerikaning vaqtdagi prezidenti Obama borganda Xitoy diplomatlari nayti qo'pollik bilan hurmatsizlik qilgan. Joligan Pokiston elchixonasida vaqtida buni taraqqiy qildirib, oxirisi Pokiston elchixonasidan Joligan o'sib, Pokiston ministerligiga keldi. Ammo buningga nima deymiz? Endi menimcha nima uchun bu o'zgarib qoldi deganda cho'ng o'zgarish yo'q, ammo Xitoyningki bo'libmi bu 3 yil Covid'dan keyin oldida Xitoyning o'yida Xitoy bo'lmasa butun Yevropa, G'arb dunyosi palash. Chunki biz ularning hamma nemasining manbasi, shuning uchun biz nochi deb chiqqan. Jarayonida Xitoyning kutgani kelmay, G'arb dunyosi Xitoyga yolvormay, aksincha G'arb dunyosi Xitoyning xatirini to'lib yetgandan keyin butun asosan mablag'ini chekindiryotdi, zavodlarni chekindiryotdi, hatto Amerikaga yo'tkab akiryotdi. Buni his qilgandan keyin Xitoy o'zining bak oldirab ketganligini his qildi, ammo otdan tushsa zangidan tushgani yo'q. Nima deymiz, ton azroq o'zgardi. Lekin xarakter jihatdan menimcha cho'ng o'zgarish yo'q bu siyosatda. Zhao Lijianninki anda bo'lishiga Wang Yi bularning hammasiga sabab Xi Jinping. Xi Jinping yanada taxtida bo'ladi ekan.
siyosatda cho'ng o'zgarishni ko'rolmaymiz mencha. Bu faqat hozircha o'zini azroq ton o'zgartish orqali yoshirin urushga tayyorlik qilyapti Xitoy hozir. Obzorda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining bu xil diplomatik teriyangushlashi amaliyotda Xitoy diplomatiyasidagi ba'zi yangi yuzlanishlar uchun asos bo'lgan. Xitoy hukumati bir yoqdan har qaysi taraflar bilan bo'lgan aloqasini qo'yiqlashtirishga kirishgan. Shu qatorda Rossiya, Pokiston, Germaniya qatorliq ellarning boshliqlari orqama-orqadan Beijingga ziyoratga kelgan bo'lsa, Xitoy bilan koni adovati bo'lgan Vyetnam va Yaponiyaga o'xshash davlatlar bilan do'stona suhbatni asliga keltirish orzusi o'ttirg'i chiqqan. Yana bir yoqdan Xitoy diplomatlari burunqidan ko'p yumshoq bo'lgan iboralarni qo'llanish orqali diplomatik aloqaning muhimligini ta'kidlashga o'tgan. 2022 yil dekabrda o'tkazilgan 18-navbatlik Tokio-Beijing munbirida Xitoyning sobiq tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoy va Yaponiya o'zaro ishonch bilan yangi hamkorlikqa yuzlanish kerak degan. Wang Yining bu so'zlari bundan yarim yil ilgari Yaponiya bilan Amerika o'rtasidagi hamkorlik to'g'risida aytgan tahdidlik so'zlardan zo'r darajada farq qilgan. Shu qatorda Xitoyning Avstraliyadagi bosh elchisi Shao Chen yaqinda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Spayliq bilan Amerika, Angliya va Avstraliyaning Xitoyni ko'zlagan holda qo'l tutishining hech qanday hojati yo'q degan. Obzorda alayda o'rin olgan bir nuqta, navbatda bir qism analizchilarning Beijingdagi bu o'zgarish diplomatiya sohasida ma'lumotchilik chiqishdan saqlanish orzusining aks etishi deb qarashi bo'lgan. Bo'libmi Xitoyning iqtisodiy zo'r darajada chekinayotgan hamda xalqaroda Xitoy bilan do'st bo'lishni xohlaydiganlar ozayotgan bir paytda bundaq bir choraning o'tirg'i chiqishini mushu xil shaklda tushuntirish mantiqiga uyg'un keladi. Yana kelib Xitoyning Manchester shahridagi kaskin fikrlik bosh konsulining Beijingga chaqirilib ketilishimi buni isbotlaydi. Xitoydagi siyosiy va iqtisodiy omillar markaziy hukumatga zo'r darajada foydasiz bo'layotgan hozirgi vaziyatda Xitoy hukumati bunda qilmaslikqa boshqa sababni topolmagan. Ammo bu xil ton o'zgarishi hech qachon Xitoyning tuplik maydonida, jumladan Tayvan masalasida biror o'zgarishning borliqqa kelganligiga barobar emas ekan. Bu vaqtda so'z bo'lganda Ilshod Hasan bu xil shaklan o'zgarishning bir qism kishilarni qaymoqtirib qo'yish ehtimoli borligini alohida ta'kidlaydi. Masalan, hozir o'yinni ne vaqt boshlayapti? Mayli yaqinda arab dunyosining bag'ini olsin, yoki boshqa g'arbninkini balki ma'qilishi mumkin. Apırıp yerdeki lagerlarını özgertip, zavutlar kılıp, o zavutun içinde Uygurlarını mecbur emgek, ama o sırtını göremeyimiz. Bana diye vaxtıda Uygur milli kırgınçılığı en keyin baskıçılığı geldi. Birinciden hemmeden har qanday bir narsaninki yangi chiqqanda yengiligi va jalbkorligi va hammadamni o'zi qaritadi. Kunda o'xshash narsani vaqiravaga vaqtida bir yerga borgan vaqtida ingliz fatiga deydi, yerib kelish yoki uningdan bir xil zerikish. Hozir Uyg'ur da'vosi mushu milliy qirg'inchilikni ilib etgan vaqtida bu 4-5 yilga qarab mangdi. Uzargan siri odamlarda bir xil bu masalaning qayt takririshi bilan erish. Bu erish degan biz his qilganiki jismoniy erish emas, ruhiyatdiki. Aslishib Xitoyning bu shakldagi o'zgarish balkim bizninkiga zo'r ta'sir etish ehtimoli cho'ng. Bunga biz nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak. Rezilligini Xitoy hukumatining bu yerda har xil o'yin o'ynaydiganligini buni g'arb dunyosiga yanama tushuntirishimiz lozim. Brian Wongni o'z ichiga olgan ko'plagan mutaxassislarning fikricha, Xitoy diplomatiyasining g'ol ideyasi Xi Jinping bir qo'lliq rahbarlik qilayotgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining doimiy komitetidan chiqilgan bo'lib, 2023 yildagi vaziyatni Xitoy diplomatiyasi o'z yo'lida menayotganimi yo'q, aslidagi yo'lidan butunlay qaytganimi yo'q deb tasvirlash bir qadar muvofiq ekan.